Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugungi fiqh dersimiz huşuqni yapadigan oyoq, maysa, ütük qatorliqlarga masih qilish to'g'risida. Biz o'tgangi darsimizda tayammum to'g'risida so'zlab o'tdik. Ya'ni suv tepilmaganda yoki suv ishlatishdan ojiz kelgan vaqtida tayammum qilish to'g'risida so'zladik. Bugungi darsimiz endi biz tahoratni komil ilib, enadan keyin putimizga ikki o'shqimizni yopadigan qo'njo'liq oyoq, o'tik, maysa, teri paypoq yoki mang'ili bo'ladigan qilin paypoqlarni kiygan vaqtida buningga masih qilsa durust bo'ladiganligi. Ammo masih qilish qachondan tartib durust bo'ladi? Muqim bo'lsa qanchalik vaqt masih qiladi? Musafir bo'lsa qanchalik vaqtgacha masih qilsa bo'ladi? Va qanday vaqtida bu qilgan masih buzilib ketadi? Bu to'g'rida qisqacha so'zlab o'tamiz. Ahli sunna vel jamoa ulamolarining qarashida, ya'ni o'shqni yapadigan oyoqlarga mayli o'tik bo'lsin, maysa bo'lsin, qo'njilik oyoq bo'lsin, insonning putining o'shqini yopadi ekan, buningga masih qilish Qur'on hadisning hukmlari bilan sabit bo'lgan. Jumhur ulamolar buningga ittifoq kelgan. Hamda o'takka masih qilish tarati yo'q odam, mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, tarat olgan vaqtida putini jug'onning o'rniga masih qiladi. Buning sharti bu kishi bu oyoqni tahoratni to'liq obbulab, enandan keyin kiygan bo'lsa, ikkinchi qitim tahorat sungan vaqtida tahorat olganda ikki qo'lini jayniki bilan qitib yuvib, beshiga masih qilib bo'lgandan keyin ikki putini, ya'ni oyog'ini silib o'tib, ikki putini yumasdan shu putining ustidagi o'tikka yoki maysiga yoki qo'njilik oyoqqa masih qilsa bo'ladi. Ammo yuyinish vojib bo'lgan odamlar bo'lib qolsa, bular cho'qim putidagi bu qishliq oyoqlarni to'liq silib, yuyinib putni yumasa to'g'ri bo'lmaydi. Hamda bu masihni qanday qilamiz desa, yoki masih qilishning farzi, biz qo'limizda alal aqal 3 barmoq miqdori qo'limizni putimizning uch tarafdan oyoqning ust tarafiga qo'limizni yo'l qilib ustiga surtimiz. Bu masih qilish deb ataladi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek, o'tik, qo'njilik oyoq, maysa, teri paypoq, piyma yongdan to'qilgan yoki qalin paypoqlar bo'lsa, buningga masih qilsa bo'ladi. Shuningdek, insonning ikki o'shqini yugaydigan va mingish mumkin bo'ladigan har qanday narsaga masih qilsa durust bo'ladi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek, buningga masih qilishning durust bo'lishi yuqorida so'zlab o'tgan oyoq qatorliq narsalar to'liq tahorat olib bo'lgandan keyin kiygan bo'lsa durust bo'ladi. Hamda yana bir masala, bir odamning qo'li sinib ketdi yoki puti sinib ketdi, bir yerda sunuq bor. Unda vaqtida bu odam bu yerni tangdigan bo'lsa, qanday qiladi desa, tiniqni tahorat olgandan keyin tinish kerak bo'lmaydi. Chunki bir odam beka-bekadan o'zining a'zosini tangmaydi, faqat ya sungan vaqtida yoki tinish zurul bo'lgan vaqtida tangadi. Shunga tiniqning ustiga har qanday vaqtida masih qilamiz. Boshqa yerlarni yuvsak, qo'limiz yoki putlarimiz tangilgan bo'lsa, tiniqning ustiga masih qilib etsak, bu shu a'zoni yuvganga o'xshash bo'ladi. Ammo tiniq tushib ketib qolsa, u vaqtida qachida ilib yana ustidan jo'bolab tinvatsak bo'ladi. Yara saqaymagan vaqtida. Ammo saqaygandan keyin tushib ketsa, u joyga masih qilib olmaydi, u vaqtida yeymiz. Hamda ikki o'shqni yapmaydigan oyoq bo'lib qolsa, masalan hozir kiyayotgan yozliq oyoqlar yoki tarlik to'shay
yoki petinga degandek bundaq narsalarga masih qilib bo'lmaydi. Chunki masihning sharti ikki o'shiqni yepish kerak. Hamda bu masih qilgan odam necha kungacha putini jumaydi desa, bir odam bir shaharda yoki o'zining yurtida oilasida muqim bo'ladi ekan, bir kecha kunduz masih qilsa bo'ladi. Masalan, bir odam attigini bomdat namoziga tarat olibdi, ikki putini juyib, taratni ilib, ondan keyin teri paypoq yoki maysa ya o'tuk yoki qo'njuluq oyoq yoki pima degandek narsalarni kiyibdi. Kiygandan keyin bu odamningki soat 9-10 atrofida tarat sungan bo'lsa, bu odam peshinga tarat olmoqchi, peshinning vaqti kirgan vaqtida. Bu odam peshinga tarat olgan vaqtida hamma a'zolarini yuydi, ammo putiga bu qishliq oyoqni silib shumay putining ustiga masih tortidi. Bu odamning masih qilish vaqti atsi peshinning vaqti kirgicha putiga masih qilsa bo'ladi. Ya'ni bir kecha kunduz. Bu oyoqni kiygan vaqtdan boshlab hisoblanmaydi. U kishi oyoqni kiyib bo'lgandan keyin taratni sunib, ikkinchi qitim tarat olgan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Ammo safar ustidagi odam bo'lsa, safar ustidagi odam to'liq 3 kecha kunduz, ya'ni 3 kun putiga masih qilsa bo'ladi oyoqni sanmay. Illa agar junobat bo'lib qolsa yoki yunadigan ish bo'lib qolsa, u vaqtida oyog'ini silib o'tib yuydi. Masih qandaq vaqtida buziladi desa, taratni buzib o'tadigan har qandaq narsa unimi buzib o'tadi. Bir. Ikkinchisi muddatning o'tishi. Muqim odam masih qilganiga bir kecha kunduzdan ko'p vaqt o'tib ketgan bo'lsa, bu odam o oyoqqa masih qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Safardagi odam 3 kecha kunduzni o'tkazib o'tgan bo'lsa, undan keyin bu odam paypoqqa masih qilishi, ya'ni teri paypoq, qilim paypoq, o'tuk, maysa, qo'njuluq oyoq degandek bu narsalarga masih qilib bo'lmaydi. Yana birisi, bir odam oyog'ini o'ngshab o'tib yoki ehtiyotsizlikdan bir pochiqining, ya'ni o'shqi oyoqdan chiqib ketibdi. Ya'ni oyoqning yerimi saldirilib ketib, oyoqni yopadigan oyoqning qo'njiyi o'shqining tuvaniga tushib qolgan bo'lsa, bu odamning masihsi buziladi. Bu odamni putini yuyish kerak bo'ladi. Ya'ni agar tarti bo'lgan bo'lsa, oyog'ini silib o'tib, darhol putini yuvasa kifoya qiladi. Endi qandoq oyoqlarga masih qilsa bo'ladi desa, saq, to'shik bo'lmagan oyoqlarga masih qilamiz. Yoki bir oyoqda insonning qo'lininki kichik barmoqlaridan yoki putining kichik barmoqlaridan 3 barmoq miqdori atrofida to'shik bo'lib qolsa, buningga masih qilib bo'lmaydi. Eningdan az to'shik bo'lsa, masih qilib bo'ladi. Ammo bir oyog'ida 3 barmoq miqdori to'shik bor ekan, yana bir oyog'ida yana 3 barmoq miqdori to'shik bor ekan, buningga masih qilib bo'lmaydi. Ammo biriningda 2 barmoq, biriningda 1 barmoq miqdori bo'lsa, buningga masih qilsa bo'ladi. Ya'ni ikki putdagi oyoqni jug'lab hisoblamaymiz, oyoqning to'shigini, faqat har bir putdagi oyoqning to'shigi putining yoki qo'lining kichik barmoqlaridan 3 barmoq miqdoridan oz bo'lishi kerak. Endi bir odam atdiganda muqimkan, taratni ilib ikkinchi qitim oyog'iga masih qilibdi, eningdan keyin safarga chiqib qolibdi. Bu odam musofirning hukmida bo'ladi, oyog'iga 3 kecha kunduz, ya'ni masih qilsa bo'ladi. Shu oyog'ini sanmagan bo'lsa. Yana bir odam safarda ekan masih qilibdi, ammo darhol safarni to'xtatib, safarning muddati to'shashdan ilgari muqim bo'lib qolgan bo'lsa, bir yerda turib qolgan bo'lsa, bu odam bir kecha kunduz masih qiladi. Buning dalili nima desa, bu yuqorida so'zlangan masalalarninki hammasining dalili Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambar alayhisolamninki hadislari bilan dalillangan. Shunga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Ali raziyallohu anhuning bir hadisida
Masihni qanchalik vaqt qilish to'g'risida so'raganda payg'ambar alayhissalom degan al-mashu alal xuffayni lil musafiri salasatu ayyamin va lil muqimi yawmun va laylatun. Bu Huzaymet ibn Sabit radıyallahu anhu'nun hadisi. Mughir ibn Şöbe radıyallahu anhu'dan bu to'g'rida bayon qilingan yana bir hadis var. Yani biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen seferge yoki urushga chiqqan vaqtimizda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni putlarimizga kiygan o'tik, qo'njuluq oyoq, qilin paypoqlarimizga musafir uchun 3 kun, muqimga 1 kun masih qilishga buyurgan deb bayon qilgan. Shundaqla Ali raziyallohu anhudan bayon qilingan yana bir asarda agar din insonning aqli xohishi, aqli tafakkuri bilan bo'ladigan bo'lsa, masih qilish uchun oyoqning osti bek loyiqdir. Ammo din, shariat degan Allohning rasulining ko'rsatmasi bilan bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalom oyoqning ust tarafiga masih qilinglar deganlikdan oyoqning ust tarafiga masih qilamiz. Diniy masala insonning o'z oldiga aqli tafakkuri bilan bo'lmaydi, balki Qur'on, hadisning dalillari, naslar bilan bo'ladi deb bayon qilgan. Shunga bu nimidan desa, islom shariatining musulmonlarga qilib bergan kengchilligi, osonligidan iborat. Chunki qishda havo sovuq rayonlarda har qitim namozga tarat olganda putiga kiygan o'tik, qo'njuluq oyoq, maysa, fima degandek bundaq narsalarni silib kiyish qiyin bo'ladi, zo'r bo'ladi. Shunga to'liq tahorat ilib kiygan bo'lsa, inandan keyin ikkinchi qitim tahorat olgan vaqtida putini alayda oyoqdan chiqarib yuyishning o'rniga kiygan oyoqning ustiga masih qilib olsa, buning o'zi kifoya qiladi. Bu nimadan desa, inna dina yusrun. Dinninki haqiqatan oson ekanligini ifodalaydi. Shunga islom diniga to'liq e'tiqod qilgan, islom dinining ahkomlariga to'liq amal qilgan kishi hech qanday qiyinchilikni sezmaydi. Chunki bu odam islom dinining osonligini tushunadi. Ammo dinga yuzaki qaragan yoki dinga to'liq amal qilmagan yoki o'zini musulmon deb diniy ahkomlardan yiroqlashgan kishilarga nisbatan diniy amal ibodatlarni qilish xuddi o'shnisiga tog'ni yuklab qo'ygandek ig'ir tuyuladi. Diniy va'z nasihatlar, tushunchalar bu odamning quloqiga xush yoqmaydi. Shuning uchun har bir musulmon dunyoda baxt saodat yashay, oxiratda Allohning roziligiga erishay deydigan o'zining dinini to'liq tushunishi, hech bo'lmaganda o'zi ado qiladigan kundalik amal ibodatlarning va savdo-sotiq tijoratlarning, oilada ilib beriladigan nikoh, taloq degandek oila ahkomlarining hukmini bilishi intayin muhim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni o'zining dinini tushunib, shu bo'yicha amal qilishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.